Maktab ilm nuri sochar maskan, qalbimizga berar mehrli makon. Ustozlardan olarimiz bilim odob, shu yerda porlar har bir orzu har tomon. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Assalomu alaykum. Turkiston viloyati O'zbek etno madaniyat a'zolari, xalqimiz. Mana bugun sizlarga Sayram tumani Qaravloq qishlog'ining Qarasuv tepasida joylashgan 101-maktabdan murojaat qilyapmiz. Bu maktab 1990-yil G'ayrat maktabi bo'lib ochilgan. Ana shu juda ham ko'p o'zlariga maktabimizning yetishlari bo'lgan. Keyingi 3 yil, 4 yil ichida maktab juda ham yuqori natijalarga erishib, tumanda yuqori darajalarga o'rinlarga ega bo'ladi. Atab aytsak, o'quvchilarimizning grantga kirish darajasi 25% dan 55-56% ga oshgani, olimpiadalarda qatnashishi tumandan oblastga, oblastdan respublika miqyosiga o'sishi, maktabimiz asosan quntiliqqa, salt dasturga bag'ishlangan bo'lib, u yerda juda ham ko'pgina jo'balarning amalga oshishi, atab aytganda 9 oyga 9 kitob, ana shularda o'quvchilarimizning 101 o'quvchi bo'lib 4 yil avval boshlangan bo'lsa, hozirgi kunda 150 dan oshiq o'quvchilarimiz 10 dan 15 dan ortiq kitoblar o'qishi. Sport masalasiga keladigan bo'lsak, sportdan ham 10 turdan qishloqda, tumanda yuqori o'rinlarni egallayotgan o'quvchilarimiz, respublikaga borib kelayotgan oblast miqyosidagi o'quvchilarimiz, ustozlarimiz bor. Hurmatli mana shu ko'rarmanlari, bizlar o'ylaymiz, bizning maktabimiz keyingi paytda rivojlanishi orqasida juda ham ko'p shogirdlarning bilimini, ilmini oshirishda u viloyatda yuqori darajaga kelayotgan hisobga olib, bizning maktabimizga ovoz berasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum azizlar. 101-umumta'lim maktabi Qorabuloq qishlog'i tarixga boy o'lkalardan biri bo'lgan muqaddas makonda 36 yildirki o'z ish faoliyatini yurgizib kelmoqda. Bu maskanda o'zbek va qozoq tillarida ta'lim-tarbiya berilib kelinmoqda. Mustaqil Qozog'istonimizda yurtboshimiz hamda Ta'lim vazirligining yoshlar chuqur bilim olishligi uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatlar natijasida hamda maktabimiz direktori Nodirxon Usmonov boshchiligidagi maktab ma'muriyati va malakali ustozlarimizning mehnati va ta'lim tarbiyasi orqasida ko'plagan o'quvchilarimiz bilim olib, grant sohibi va sohibalari bo'lishmoqda. 10 dan ortiq o'quvchilarimiz davlat imtiyozidagi grantlarni qo'lga kiritib, yurtimizning nufuzli oliygohlarida ta'lim olmoqda. Bularni atab aytsak, Muhammadova Nozima Ostona shahridagi Nazarboyev universiteti talabasi, shu bilan birgalikda Islomqulov Diyorbek, Islomqulova Muxlisa Nazarboyev maktabining grantini yutib oldilar. Hozirgi kunda Turkiston shahrida Nazarboyev maktabida ximiya biologiya sohasida ta'lim olmoqda. Kelgusida shunday elimiz, yurtimiz ravnoqi uchun hissa qo'shadigan ko'plagan shogirdlar yetishib chiqadi degan umiddamiz. Biz maktabimizning bunday o'quvchilari bilan faxrlanamiz.